olganingizdan keyin chek bilan ko'p ish qiladigan insonlar organizmga zarari bor albatta. Chek nima bekor teskarisi tushunmayapman. Bisfenol A degan zararli moddada tashkil topgan bo'ladi. Buni qora nimasi, iloji boricha buni ushlaganingizdan keyin qo'lingizni yaxshilab kirsonlab, ishqalab yuving. Nima uchun aytyapman? Juda ham ko'p rak kasalliklari va juda ham ko'p organizmga zahar beradigan narsalar aynan bisfenol A organizmga teri orqali, teringiz agar qo'lingiz tamiqaydigan bo'lsa, suv bilan ishqasangiz, agar buni ushlasangiz organizmga zarar berishi mumkin. Iloji boricha chekni ushlagan insonlar, chek bilan ish qiladigan insonlar qo'lini doimo sovunlab yuvsin, iloji boricha chekni ushlamasdan teskari masala ushlashga harakat qilsin. Chunki bu organizmga zarar beradi. Nima uchun hozir kuni onkologik kasallik rivojlanib ketdi? Nima uchun allergiya rivojlanib ketyapti? Juda ham ko'p kasalliklar okrujayichi bizni qamrab olgan narsalar hammasi sizni kasal bo'lishingizga chorlayapti. Aynan immunitetingiz tushib ketishiga bular sizga уже hujumga o'tishni boshlaydi. Immunitetingiz esa asabiylashishdan, kam harakatlikdan kelib chiqadi. Insonlarda esa hozirgi kunda kam harakatlilik va immunitet tushib ketsa, jinsiy zaiflik juda ham ko'p rivojlanib ketyapti. Aynan shundan iloji boricha buni ushlaganingizdan keyin yaxshilab qo'lingizni yuving. Ushbu videoni barcha yaqinlaringizga tashlang. Chek bilan doimiy ish qilish, har kun emas. Doimiy mana cheklar bilan, chek qog'ozlar qo'liga ushlaydigan insonlar doimiy qo'lini yoki pechat taqib olsin yoki qo'lini yaxshilab sovunlab bersin, sog'liq uchun zarar bermaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kommentariyada shaxsiy fikringizni qoldirib keting.